Toshkentning gavjum ko'chalari ostidagi tubsizlikda Sovet Ittifoqi umidsizlik bilan komishga harakat qilgan sir yashiringan. Inson qichqiriqlari hali ham zanglagan yo'laklarda aks-sado beradigan va soyalar qorong'u zulmatda maqsadli ravishda harakatlanadigan tashlandiq tadqiqot muassasalari tarmog'i. 1987 yil qishida 47 laboratoriyada sodir bo'lgan voqea Markaziy Osiyoning eng dahshatli sirlaridan biri bo'lib qolmoqda. Bu voqea shunchalik bezovta qiluvchiki, hatto muassasani muhrlagan qotib qolgan KGB agentlari ham guvoh bo'lgan narsalar haqida hech qachon gapirmaslikka qasam ichganlar. Bugun kechqurun men sizni ilm-fan aqldan ozgan va oyoqlarimiz ostidagi tunnellarda hali ham qilayotgan sozlab bo'lmaydigan narsa qo'yib yuborilgan bu tashlandiq joyning ichkarisiga olib boraman. Bu shunchaki yana bir arvoh hikoyasi emas. Bu sizning hukumatingiz sizga bilishingizni istamaydigan hujjatlashtirilgan dahshat. Hikoya 1983 yilda maxfiy missiya bilan Toshkentga kelgan ajoyib sovet nevrologi doktor Aleksandr Volkov bilan boshlanadi. Sovuq urush o'zining eng yuqori choqqisida edi va sir jismoniy dalillar qoldirmasdan inson ongini sindira oladigan psixologik qurollarni umidsizlik bilan qidirayotgan edi. Volkovning ixtisosi hissiy mahrumlik va uning inson ongiga ta'siri edi. Uning nazariyasi inqilobiy va dahshatli edi. Agar siz odamni barcha tashqi stimullardan butunlay ajratib qo'ysangiz va shu bilan birga uning miyasini ma'lum elektromagnit chastotalar bilan to'ldirsangiz, odamlar hech qachon kirishlari mumkin bo'lmagan haqiqat o'lchamlariga eshiklar ochishingiz mumkin edi. Sovet harbiylari unga cheksiz mablag, to'liq maxfiylik va eng dahshatlisi, hech qachon o'tkazib yuborilmaydigan siyosiy mahbuslarga cheksiz kirish imkoniyatini berdi. 47 laboratoriya eski shahar ostida 70 metr chuqurlikda, oddiy ma'muriy bino ostida yashiringan holda qurilgan. Muassasa ulkan edi. 15 ming kvadrat metrdan ortiq steril yo'laklar, kuzatuv xonalari va Volkovning aqldan ozganligining toji, izolyatsiya xonalari. Bular oddiy sensorli deprivatsiya tanklari emas edi. Har bir kamera magnit maydonlar tomonidan katta xonada osilgan tobut o'lchamidagi titan quti bo'lib, mutlaq sukunat va qorong'ulikni yaratdi. Ichkarida subyektlar harorat nazorat qilinadigan shor eritmada suzib yurishardi. Bosh suyaklariga biriktirilgan elektrodlar esa Volkovning eksperimental chastotalarini to'g'ridan-to'g'ri miya to'qimalariga uzatardi. Birinchi tajribalar 1984 yil yanvar oyida 12 subyekt bilan boshlandi. O'nlab yillar o'tgach qisman tiklangan Volkovning yozuvlarida dastlabki natijalar kutilgandan ham istiqbolli deb ta'riflangan. 48 soatlik izolyatsiyadan so'ng subyektlar yorqin gallyutsinatsiyalar haqida xabar berishni boshladilar, ammo bu tasodifiy tasavvurlar emas edi. Aloqa qilish imkoniyati bo'lmagan alohida kameralarda saqlangan bir nechta subyektlar qorong'ulikdan ularni kuzatib turgan bir xil mavjudotlarni tasvirlab berishdi. Ular oyoq-qo'llarida juda ko'p bo'gimlari bo'lgan, yuzlari bosh bo'lgan, inson jagi ruxsat berishi mumkin bo'lganidan ancha kengroq ochilgan ogizlari bo'lmagan uzun bo'yli, nihoyatda ozgin shaxslar haqida gapirishdi. Volkov bu ma'lumotlarni haddan tashqari izolyatsiyaga kutilgan psixologik javoblar sifatida rad etdi. U elektromagnit chastotalarni oshirdi va izolyatsiya davrlarini uzaytirdi. Bu uning birinchi xatosi edi. 1984 yil mart oyiga kelib, 7-subyekt sovetlarga qarshi adabiyotlarni tarqatgani uchun qamoqqa olingan Dilya ismli ayol ketma-ket 16 kun izolyatsiyada bo'lgan edi. Texniklar uning kamerasini muntazam tibbiy ko'riklar uchun ochganlarida, ular uni hushida, ammo butunlay katatonik holda, ko'zlari xonaning burchagida ko'rinmas narsaga qadalgan holda topdilar. Uning hayotiy ko'rsatkichlari barqaror edi, lekin u hech qanday stimulga javob bermadi. Keyin to'satdan u rus yoki o'zbek tilida so'zlashuvchi xodimlarning hech biri aniqlay olmaydigan tilda gapira boshladi. Ular uning gurneyini lift tomon olib borishga urinishlari bilan u qichqira boshladi. O'sha noma'lum tilda emas, balki mukammal rus tilida, uni o'zlaridan uzoqlashtirmasliklarini yolvorib so'radi. Uning ta'kidlashicha, ular unga haqiqatni ko'rsatgan. Bizning voqeligimiz ulkan va och narsaga cho'zilgan yupqa membranadan boshqa narsa emas edi va Volkovning tajribalari bu membranada kichik teshiklarni yirtgan. Uning so'zlariga ko'ra, ular teshiklar uchun minnatdor va ular otib ketayotgan edi. 3 kundan keyin Dilya o'z kamerasida o'lik holda topildi. Rasmiy hisobotda yurak xuruji haqida aytilgan, ammo uning jasadini topgan tungi qo'riqchi u g'oyib bo'lishidan oldin boshqa voqeani aytib bergan.
Uning ta'kidlashicha, uning jasadi imkonsiz holatga oralgan, umurtqa pogonasi shunchalik orqaga egilganki, boshi oyoqlariga tegib ketgan va og'zi shunchalik keng ochilganki, jagi chiqib ketgan. Eng bezovta qiluvchisi uning yuzidagi muzlagan ifoda edi. Og'riq yoki qo'rquv emas, balki ekstaz. Volkov o'shanda to'xtashi kerak edi. Buning o'rniga u dasturni tezlashtirdi. U Dilya psixologik jihatdan zaif bo'lgan, kuchliroq aqllar u xayol deb ta'riflagan, aloqaga bardosh bera oladi, degan nazariyani ilgari surdi. U shaxsan keyingi guruhdagi subyektlarni tanladi. Ularning psixologik chidamliligi yaxshiroq natijalar berishga ishonib, sudlangan qotillar va zo'ravon jinoyatchilarni tanladi. U halokatli darajada adashgan edi. 1986 yil kuzi oxirining boshlanishi bo'ldi. Volkov 20 nafar subyektni izolyatsiyaning turli bosqichlarida ushlab turdi. Ba'zilari 30 kundan ortiq vaqt davomida kameralarda tibbiy aralashuv uchun qisqa muddatli tanaffuslar bilan bo'lishdi. Muassasa xodimlari dastlabki 30 kishidan 80 dan ortiq kishiga, jumladan harbiy qo'riqchilar, tibbiyot xodimlari va texnik mutaxassislarga ko'paydi. Galati hodisalar odatiy holga aylandi. Elektron uskunalar hech qanday sababsiz ishlamay qoldi. Isitish tizimlari ishlayotganiga qaramay, ayrim yo'laklarda muassasaning xavfsizlik kameralari tomonidan hujjatlashtirilgan 2003 yilda qismlari oshkor bo'lguncha maxfiy saqlangan tasvirlar. Kameralarda Volkov bir vaqtning o'zida 5 ta subyektni kuzatgan 3-kuzatuv xonasiga kirayotgani ko'rsatilgan. U ekranda taxminan 4 daqiqa davomida ko'rinib turibdi va o'qishlarni kuchli fokus bilan o'rganadi. Keyin xonadagi chiroqlar miltillay boshlaydi. Garchi qo'shni yo'laklardagi kameralar barqaror yorug'likni ko'rsatsa ham. Volkov yuqoriga qaraydi. Uning ifodasi hayajondan sarosimaga, keyin esa mutlaq dahshatga o'zgaradi. U kuzatuv oynasidan orqaga chekinadi. Og'zi qichqiriq ovoziga o'xshaydi. Garchi kameralar o'sha xonadan hech qanday audio yozib olmagan bo'lsa ham. Ko'pgina tomoshabinlar e'tibordan chetda qoldiradigan qiziqarli tafsilot. Bu Volkovning orqasidagi kuzatuv oynasidagi aksda ko'rinadigan narsa. Atigi 3 kadr, taxminan 1 soniyaning ondan bir qismi, uning orqasida nihoyatda baland narsa ko'rinadi. Bu 8 futlik shiftli xonaga sigmaydi. Keyin kamera statik holatga o'tadi. Xavfsizlik guruhi 7 daqiqadan so'ng 3-kuzatuv xonasiga kirishga majbur bo'lganida, ular doktor Volkovni tirik, ammo tubdan o'zgargan holda topdilar. U yerda o'tirib, isterik tarzda kulib, ko'zlari shiftga qadalgan edi. Qo'llari qonga belangan edi, o'z qonidan, devorlarga tirnoqlarini yulib olgan joydan. Soqchilar uni ushlab turishga urinishganda, u Dilya bir necha oy oldin ishlatgan o'sha qadimiy tilda gapirdi. Tibbiy guruh unga tinchlantiruvchi dori berishdi, lekin hushidan ketgan bo'lsa ham, u kulishda davom etdi. Ular uni tibbiy bo'limga olib borishdi va o'shanda ular mumkin bo'lmasligi kerak bo'lgan narsani aniqladilar. Volkovning bosh suyagi rentgenogrammalari uning miya to'qimalarining ayrim qismlari jismonan qayta tuzilganligini, asab yo'llari organik moddalardan ko'ra ko'proq sxemalarga o'xshash geometrik naqshlarga qayta tashkil etilganligini ko'rsatdi. Saint Feedback, CD Panels, History, Sovet. Bundan ham dahshatlisi, uning peshona qismida harakatlanayotgan narsa, inson to'qimasi bo'lmagan kichik va segmentlangan narsa mirt tekshiruvi edi. Muassasani evakuatsiya qilish va barcha tajribalarni darhol to'xtatish to'g'risida qaror qabul qilindi. Biroq, ular subyektlarni izolyatsiya kameralaridan chiqarish uchun borganlarida 20 subyektdan 12 tasi g'oyib bo'lganini aniqladilar. Qochib ketmagan, doimiy kuzatuv ostida qulflangan xonalarda osilgan muhrlangan titan qutilardan g'oyib bo'lgan. Qolgan 8 subyekt tirik holda topilgan, ammo jismoniy jihatdan imkonsiz bo'lgan turli holatlarda. 14 subyektning tanasi qandaydir tarzda ichkariga burilgan va uni tirik va hushyor holda ushlab turgan. 9 subyekt ko'kragining markazidan 3-qo'lini ostirgan edi. Barmoqlari mustaqil ravishda harakatlanib, kamera devorlarida noma'lum tilda so'zlarni tirnagan edi. 18 subyektning ko'zlari yo'q edi, lekin bosh teshiklari bor edi. Ulardan doimiy ravishda qalin qora suyuqlik quyilardi, ammo u ko'ra olardi. U 3000 kilometrdan ortiq masofada Moskvada sodir bo'layotgan odamlar va voqealarni batafsil tasvirlab berdi. Keyinchalik bu narsalar aniq ekanligi tasdiqlandi. Sovet hukumatining javobi tez va aniq edi. 47 laboratoriya 48 soat ichida muhrlandi. Kirish payvandlangan holda yopildi, keyin 3 metr beton ostiga ko'mildi.
Yuqoridagi bino buzib tashlandi va butun hudud kimyoviy oqish tufayli ifloslanish zonasi deb e'lon qilindi. Barcha xodimlar sir boylab turli muassasalarga ko'chirildi. Ularning xavfsizlik ruxsatnomalari bekor qilindi va loyiha haqidagi xotiralari majburiy psixiatrik davolanish va kimyoviy aralashuv ostida ko'mildi. Omon qolgan 8 kishi boshqa hech qachon ko'rinmadi. Ularning hujjatlarida shunchaki ota xurofot bilan tugatilgan deb yozilgan. Doktor Volkov Sibirdagi maksimal xavfsizlikdagi psixiatrik muassasada o'z joniga qasd qilishdan oldin yana 3 oy omon qoldi. Garchi uning o'z joniga bugungi kunda agar siz eski Toshkent shahrida qayerga qarashni bilsangiz, 47 laboratoriyaning muhrlangan kirish joyini topishingiz mumkin. U belgilanmagan yangi binoning poydevori bilan qoplangan, ammo u yerda mahalliy qurilish ishchilari uskunalari tushunarsiz ravishda ishdan chiqqanini va ishchilar to'satdan kuchli burun qonashini boshdan kechirayotganini da'vo qilib, bu hududda qazishdan bosh tortmoqdalar. Yaqin atrofdagi kvartiralarda yashovchilar podval devorlaridan galati tovushlar chiqayotganini aytishadi. Tirnalish, kulgi yoki ulkan bir narsa sigmaydigan darajada kichik boshliqlar orqali asta-sekin harakatlanayotgandek tovushlar. Ba'zi kechalarda agar siz eski shaharning ma'lum joylarida tursangiz, yerda tebranish, chuqurlikdan nafas olish kabi ritmik pulsni his qilishingiz mumkin. Va vaqti bilan, juda vaqti bilan odamlar o'sha tumanda bedarak yo'qoladi. Ko'p emas, agar e'tibor berayotgan bo'lsangiz, buni sezish uchun yetarli. Politsiya hech qanday dalil, tushuntirish topmaydi. Ammo agar siz bu yo'qolishlarning songi ma'lum joylarini tekshirsangiz va ularni xaritaga tushirsangiz, ular taxminan 200 metr radiusli qo'pol doira hosil qiladi. O'sha doiraning aniq markazida, yer ostida 70 metr chuqurlikda, 47 laboratoriyada bir narsa kutmoqda. Doktor Volkovning tajribalari uyg'otgan narsa. Haqiqatdagi teshiklarni asta-sekin kattalashtirib, har bir o'tgan yil bilan o'zini ko'proq tortib kelayotgan narsa. Sovet ittifoqi yo'q bo'lib ketdi, ammo uning eng yomon tajribasi davom etmoqda. Zulmatda kuchayib, sabrli va och bo'lib bormoqda. Va bir kuni bu naqshni o'rganganlarning fikriga ko'ra, bu teshiklar narigi tomonda mavjud bo'lgan barcha narsalar to'liq o'tib ketishi uchun yetarlicha katta bo'ladi. Gap shundaki, bu sodir bo'ladimi yoki yo'qmi? Saint Feedback. CD Panels. History. Sovet. Use.